Bugun 2026-yil yanvar oyi, sarhisob vaqti yetib keldi. Nasiba Tohirovani taklif etaman. Agar menga hozir o'sha 2021-yil dekabrda boshlagan bo'lsam dars o'tishni o'zim mustaqil 2026da qanaqa tasavvur qilasiz deyishganda bunchalik bo'lishini hayolimga ham keltirmagan. To'ylaydi. 10 mingtaga yaqin o'quvchilar. Biz qachon yangilik kirita olamiz, qachonki bizda og'riq bo'lsa, qachonki bizda kamchilik bo'lsa, Ijodiy ishlar bo'yicha direktor Sarvar Qurbonga beramiz. Men ikkitaga ajrataman, marketing va media bo'limi. Media bo'limi bizning kontentlar bilan shug'ullanadi, marketing bo'limi sotuv bo'limiga primoy zaiflar olib beradi. Imperial, 4 yil. Chet elga sayohat Aziza Bo'riyevaga universitet uchun 1 yillik to'lov kontrakti qoplab beriladi.